Assalomu alaykum. Bugungi videomiz bir yaxshi institut bo'lgan oldin hozir universitet katta shaxslar, arboblar yetishtirgan irrigatsiya universiteti bo'lib qolgan. Hozir shu universitetiga boramiz. Laboratoriyadan lavhalar olamiz. Assalomu alaykum. Bugun biz irrigatsiya universitetiga kelganmiz. Nomi juda uzun. Qisqacha qilib irrigatsiya deb aytib qo'ya qoldim. Hozir elektr ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya manbalari kafedrasiga, ya'ni energetika ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya manbalari kafedrasiga keldik. Mana Jo'rabek ustoz bizni ko'rsatib bormoqchi. Bizda 6-etajda kafedramiz joylashgan, o'qituvchilar xonasi maxsus o'qituvchilar, bu yerda navbatdagi laboratoriyaxonaga tashrif buyuramiz. 609-laboratoriya xonasi, Talabalar hammasi davom etadi. amaliy mashg'ulotni stendda davom ettirishyapti ekan. Fanlardan optimal bo'lgan holda ishlash prinsipida bu yerda stansiya, elektr stansiya, podstansiya bo'yicha Himoya vositalari qanday ishlashi, o'lchuv asboblari, elektrodvigatellar bu stendlarda talabalar bemalol sxemalarni yig'ib, kelajakda amaliyotga chiqqanda ham bemalol shitlarni yig'ib yoki bo'lmasam tayyor yig'ilgan shitlarni o'zini qayta ta'minlash imkoniyatiga ega ekan. Hamma priborlar bu montajli stol. Bu qismi, demak, qanaqa qilib montaj qilish kerakligini iste'molchi ulash, korobkani qanaqa qilib qo'yish kerak bo'yicha montajli bo'yicha realizatsiya uchun ekan. Shamol energetik qurilmasini ishlash prinsipi. Bu yerda ham rejimi bo'yicha kompyuter bor, maxsus programmalashtirilgan programma bo'yicha rejimlarni. bu QR kod terilsa shunaqaga kiriladi-da, to'g'rimi? Xo'sh, mana kirilsa laboratoriyani PDF holatdagi nima ishlar bajaradi, tayyor o'quv uslubiy qo'llanma chiqar ekan. Hammasi bor ekan, qanday ishlashi, nima qilishlarigacha bor ekan. Demak, elektr montaj shkaf upravleniyasi bo'yicha qanaqa qilib montaj qilish kerak? Tayyor sxema. Bu yerda bolalarni olib kelib amaliyotga olib kelish ham yoki bo'lmasam turli xil seminarlar uyushtirib, shu yerda sovg'ali konkurslar ham o'tkazsa bo'lar ekan. Juda ajoyib. Eng yoqqan tarafi menga hozirgi paytda yurtimizda bilsangiz hamma viloyatda podstansiyalar qayta ta'mirlanib, qayta qurilyapti. Bularning himoyasi bo'yicha tayyor stend ekan bu. Yuqori kuchlanishli. Rossiya kompaniyasidan bizga hadya qilingan. Kompyuter yordamida, buni ham dastur yordamida rejimlarni qanaqaligini ishga tushirib, ustavkalarni qo'yib, ishlashi bu yerda tekshiriladi, to'g'rimi? Qanday ishlaydi, qaysi nima bo'lsa, qaysi zashda yonadi, qancha vaqt yonadi, MTZlarda o'zini naqasini qo'yish. Ajoyib. qanaqa zayn bo'yicha. Bu ham quyosh paneli shekilli. Chemarlik yig'ilib turib, sayohatga chiqsangiz kichkina. Bular transformatorlar. Bu bizni o'zaro hamkor tashkilotlarimiz qaysi universitetdan ma'lumot uchun Amerikadan, Yevropadan. Bundan xabarimiz bor. Ko'p davlatlarga borib ko'rib kelasizlar. O'zi yaqinda ham Germaniyaga borib keldilaring shekilli, adashmasam. Nimaga SKB yo'q? Mana ko'ryapsizmi mana. SKB bilan memorandumimizni yangilasak, xudo xolasa SKB kompaniyasi. Tosh elektr apparat, Orgaz hatto plakap ham bor. plakap ham bor ekan, uskabel. Mana shu bo'sh joyga SKB ni xudo xolasa kiritamiz. Bo'ldi. Xo'p. Bu azanaga analiz bo'yicha elektr texnologiyalar vaqtida bajarilgan birinchi shu butantali assistenti bu bitta tovarimiz yasagan maketi. Yangi konstruksiya har tomondan ishlashchi shamol elektr stansiyasiga ishlaydi. Havoni oqimini har qanday yo'nalishdan olib foydali koeffitsiyentini oshirish uchun. 3D model qilib turib buni ishlab yaqinlashtirib, hozir bu bo'yicha ham ish qilib boryapti. Videolar, prezentatsiyalar joylangan. Bu yerda mana quyosh elektr stansiyasini solishtirdi. Interaktiv doska. Bu yerda chizib yozib, sxemalarni ham zo'r oldin biz ko'tarib yozib yurardik. Bu yerda hozir chizib bemalol o'chirib, sxemalarni ham, qadam lineykalarni. Har bitta shu yerda ko'rgan laboratoriyamizda video qilib tushuntirilgan videosi bor ekanda. Umumiy jarayon qanaqa bo'ladi hammasi. Keyin eng qizig'i bolalarga ham qiziqadi, ammo ko'rib tomosha qilish. Tomosha qilish, manda qilib amaliy savol beryapti, ko'ryapsiz. Kommentlarda kim bu dargohni tamomlagan va qayerda ishlayotganini yozib ketsin.